Assalomu alaykum hammaga. Bizlarda suv gradus bo'yicha yangilik qildik yana. 2013 dan 2016 gacha yo'q edi fayllar. 2017 da 2025 gacha bor edi. Любой O'zbekiston bo'yicha DPS formatda tarqalgan fayllar bizaga tegishli. Buni hamma bilib qo'ysin. Endi 2013 dan 2016 gacha chiqardik. Bizga tarqatmayman deb olib tarqatib yubordi ko'p odam. Ishonchli ustalarga beramiz. Buni nima afzalliklari bor, nimalar qo'shdik ichiga ko'ramiz mana. XML tekstoy fayl bor ichida. Masalan, birinchi tabloda suv gradus, tashqarini gradusini aktivatsiya qilish kerak bo'ladi. Bo'lmasa, suv gradusni primoy yozsangizlar, aktivatsiya bo'lmaydi suv gradus. Mana bu fayllargacha bor ichida. Ichiga kiramiz. Masalan, old IPC temperatura airbag off. Bunda masalan kirsak, ham airbag o'chirilgan, mana shuni yozsangizlar, ham suv gradus chiqadi. Ya'ni bir o'q bilan ikkita quyonni urasizlar. Agar mana shunga o'xshagan fayllar tarqaldimi, demak bizlardan borgan bo'ladi. Mana. Mana bu temperaturani, ya'ni motor temperaturasini o'zinigina chiqaradi mana. Buning ichida airbag off yo'q. Mana bu 2012 dan 2012 da ham chiqqan Cobalt, ozgina bilsangizlar. 17 gacha, 16 gacha bu. Endi mana bu fayllar tarqalgan bilsangizlar, mana bu tekstoy XML fayllarni ham beramiz. Tak. Mana va kolonka bor. Bu deb bular 1 2 3 4 5 6 ta edi. Yana ikkita fayl qo'shildi, 8 ta bo'ldi. Ya'ni ABS yo'qlagan ham chiqardik. Mana shu kolonka bor, kolonkali o'shanga o'xshagan kichik tablo, xuddi mana shunday fayl tarqalgan bo'lsa, bu bizning fayl bo'ladi. Ishonchsiz odamdan, poddershkasi yo'q odamdan olib uxlatib qo'ydi ko'p odam. Bular uxlatmaydi, garantiya. Mana bu yerda full paket suv gradus. Mana bu full paket plus airbag qo'shilgan, airbagni o'chiradi. Mana bu esa full paketda stok. Ya'ni egasi bilan kelishmay qolsangizlar, stokini yozib berasizlar. Mana bu yerda tekstoy XML fayli, ya'ni tashqarini gradusini aktivatsiya qilib olish, hammasi full paketda. Agar 13-yildan 25-yilgacha sotib olmoqchi bo'lsangizlar, airbaglar bilan birga $150 bo'ladi. Airbaksiz bo'lsa $100 bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar.